Yaponiyaning iLife brendidan yana bir ajoyib tish pastamiz. Ushbu tish pastamiz dengiz o'simliklaridan tayyorlangan bo'lib, juda ham ko'p asosan tishni oqartirish funksiyasiga ega. Hozir buni ham obzorini qilib ko'rsataman. Juda ham ozgina miqdorda olamiz, bu ham qolganlarga o'xshab ko'payib ketadi. Ushbu tish pastamiz ham davolovchi xususiyatga ega bo'lib, og'iz bo'shlig'idagi barcha muammolardan sizni xalos qiladi. Boshqa tish pastalaridan farqi buni grammi miqdori, ya'ni kamroq. Ko'pirishini ko'ryapsizlar, juda ham zo'r effekt beradi. Bir marta foydalanganingizdayoq tishingizni oppoq qilib beradi. Qolaversa, buning tishdagi toshlarni to'kish naqasi ham aniqlangan. Mana penachasini ko'ryapsizlar. Ozginada juda ham katta miqdorda pena hosil qildi. Bizning tish pastalarimiz aynan shu jihatidan ham juda ham foydali va barakali. Ozgina miqdorchasini olasiz. Bu tishda ham xuddi shunaqa effekt ko'rsatadi. 7 yoshdan 70 yoshgacha, umuman 7 yoshdan kichik bo'lgan bolalarga ham mutlaqo zarari yo'q. Bemalol tishini yuvsa bo'ladi. Hatto yutib yuborgan taqdirida bolajonlarimizning ichidagi gijjalari ham tushyapti ekan. Penani ko'rasizlar. Ana endi tish pastani yuvganimizdan keyin mana osongina yuvildi. Hech narsa qolmadi ichida. O'zingiz ishlatib turgan tish pastani yuvib ko'ring. Xuddi shunday yuvish mumkinmi? Sinab ko'ring o'zingiz uchun. Tishchalaringizni ham xuddi shunaqa qilib ajoyib oppoq qilib yaltiratib beradi.